bitta ko'chyapti deysizlarmi? Buni siri bor. To'g'ri, bu pufakilay. Pufakilayga ayrim narsalar qo'shish kerak va shunaqangi natijaga erishish kerak. Buni bilish uchun kommentariyada plyus-plyusni qoldiring va sizda ham mana shunday ishlar bo'lganda betligimizni tozalash uchun mana shu usuldan foydalaning. Oddiy pufakilay bunday ko'chmaydi. Oddiy pufakilay shunday tez ko'chmaydi. Hamda bunda ortiqcha nagarlar qolmaydi. Toza bo'ladi. Yaltirashni qarang, yaltiratib chiqaradi. Ortiqcha shilinishlar yengil. Ko'rasizlarmi? Qanchalar tez qirilyapti.